inson birinchi bo'lib organizmini tozalash kerak. Organizmni agar tozalansa agar 90% kasalliklar chiqib ketadi. Bosh miyada migren bo'lsa, poзвоночный grija bormi, saxarli diabetmi, jigar kasalliklarimi, bo'g'im og'riqlarimi, teri kasalligi, psoriaz, ekzemalar. Bularning hammasini negizida ichki organizm turibdi. 30 yoshlar atrofidagi ayol yuriy olmasdan hassa bilan kirib kelgan. O'shanga birinchi bo'lib alatosh sharbati bilan rastaropsha choyini ichirishni boshlaganman. Tarkibida papaya borligi uchun barcha grijalar ochilgan. O'shanda shu ayol bir oydan keyin yurib ketdi. Mana bir 4-5 yil oldin ham bo'lgan voqea, 71 yoshli xolani Samarqanddan kelganlar. Endi u kishini javob bergan o'zi, bo'lmaydi. Suv olganlar, jigar sirroz tashxis qo'yilgan. Hattoki o'sha vaqtda davlana shunaqa ko'tarilib ketgan, 220 ga chiqqan va ko'zlari xolani ko'r bo'lib qolgan. Mana shu xolamizni 15 kungacha oilasidagilar kutib o'tirgan. Erta bugun o'lib qolarlar deb. Bir oy ichildi, bir oydan keyin borib tekshirilsa, davlana 120 ga 80 to'g'ri. Nima qilamiz deb telefon qildilar. Yana Samarqanddan. Mahal u xolani basharalarini ham ko'rganim yo'q. Keyin qaytadan ikkinchi etapga yana bir oy takroriy berdim. Ikkinchi etap xuddi shunaqa organizm tozalash takror bergandan keyin 2 oyda ichida biror kishi hali undan sirroz emas, gepatit ham topa olmadi. Assalomu alaykum azizlar, aziz kuzatuvchilar, sportchilar. Bugun biz Toshkent Janubiy vokzalidagi Mehrigiyonning filialidamiz. Bu yerda ajoyib bir inson, Ochilov Sohib aka, Valyolik janoblari bilan suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum Sohib aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Deyarli 10 yildan buyon biz bilan birga bitta jamoada ishlab keladilar. Bu inson bilan suhbat qurishimizdan maqsad bu inson bizdan-da ko'proq mijozlar bilan birga doimiy ishlab keladilar. Sohib aka, shuncha faoliyat davomida qancha insonlar bilan taxminan ishlab keldingiz? Uni hisobini bilmayman. Lekin aniq daftar, minnatdorlik daftarlarim bor biladi-da, to'lib ketgan. Ya'ni minnatdorlik daftariga kelib o'zlari kelib minnatdorlik ketadi. Eshikdan kirib keldi siz oldingizga bemor. Uni qanaqa davolash kerak? Qaysi yo'sinda davolash kerak? Nimalarga e'tibor berish kerak? Ahamiyat beradigan asosiy qoidalari nima? Men asosan e'tiborni beraman. 2006-yildan buyon tabobatda birinchi sharq davlatlaridan o'rgandim. Inson birinchi bo'lib organizmini tozalash kerak. Organizmni agar tozalansa agar 90% kasalliklar chiqib ketadi. Men barcha insonlarga kelgandan keyin mana shuni ichki organizmlaringizni tozalashni maslahat beraman. Bosh miyada migren bo'lsa, poзвоночный grija bormi, saxarli diabetmi, jigar kasalliklarimi, bo'g'im og'riqlarimi, teri kasalligi, psoriaz, ekzemalar. Bularning hammasini negizida ichki organizm turibdi. Ibn Sino ham birinchi o'rinda ichakni qo'yadilar. Agar ichak toza bo'lsa, bu bilan birgalikda o'tqob va oshqozon osti bezi. Shunda jigar faoliyati yaxshi bo'ladi. Ya'ni o'sha ichki a'zolarni tozalash deganda ichakdagi shlaklar, ortiqcha yog'lar, qon tomirlaridagi tromblar, shularni nazarda tutamiz. Mana shularni nazarda tutamiz. Mana endi men Mehrigiyo bilan ishlayotganligim uchun Mehrigiyo mahsulotlarini ko'rsatib beraman. Mehrigiyo mahsulotlaridan detoksioma sharbati bilan alatovo sharbati. Xohlasangiz alatovo bilan, xohlasangiz detoksioma bilan ichki organizmni tozalash 1 oy qilish kerak. Shunda choylarimiz bor, qon tomirlarini tozalanamiz. Choylarimizda mana shu rastaropsha choyni Mehrigiyo korxona ishlab chiqarganini tarkibida buni zaytun kurtak barglari, qayin kurtak barglari, o'sha guava, papayalar bular dunyodagi o'sha qonni tozalashda, jigar tozalashda birinchi o'ringa turadigan giyohlar hisoblanadi. Sohib aka, hozir kichik bir obunachilarga eslatma berib o'tib ketaman. Men xuddiki Mehrigiyoda ishlamayman. Birinchi marta savol berib turgan insonday savol beraman sizga bugun. Sababi ekran ortida kuzatib turgan bemorlarimiz, azizlarimiz, do'stlarimizda ham xuddi shunaqa savollar paydo bo'lib qolishi mumkin-da. Yoritib bering. Alato, detoksioma balzamlari tarkibi nimalardan iborat va aynan nimalar uchun uni qancha ichish kerak? Qaysi holatlarda ichish mumkin bo'lmagan holatlar bormi? Bor bo'lsa ularni ayting. Va uni zararli taraflari bormi? Bor bo'lsa ularni ayting va qaysi taraflarini bemorlarimizga asosiy faktor qilib ko'rsatib bera olamiz? Yaxshi savol berdingiz. Men
Alatovo sharbati nima 11 yildan buyon bilaman. Alatovo sharbati hatto Moskvadan 2018-yil oltin medal bilan xalqaro ko'rgazmada kelgan mahsulot. World Food Moscow. Moskvadan olingan. Buni tarkibida papaya mevasi bilan achchiq tarvuz mevasi bor. Bular ikkalasi ham achchiq tarvuz o'sha Ibn Sino davrlaridan ham bo'lgan. Ikkalasi bo'lib, avvalambor yoshlarda, bolalardan boshlab, bolalar ichidagi gelmetlar, gijalarni yaxshi tozalab beradi. Gijalarni tozalashda foydalaniladi. Endi bu jigar kasalliklariga, jigar qochishida, ichaklarni tozalashda, kolit kasalliklarda juda ham yaxshi natija beradi. 2018-yildan keyin mana Moskvada bu ozgina ichishda qiyinroq bo'lgani uchun Rossiyani o'zini nimasi bilan chiqartirildi. Detoksioma sharbatimiz bunda guava bilan zaytun qo'shildi. Ya'ni Alatoda sal taxirroq ta'mi shunaqa bo'ldi. Shuni nazarda tutib aytyapsiz. Shunaqa bo'ldi. Detoksioma shirinroq. Detoksioma ozgina shirinroq bo'ldi, ichish endi osonroq, bolalarda ham, yosh kattalarda ham. Bularni endi nima, qarama-qarshi ko'rsatmasini aytaman. Men xalqimizdan iltimos qilardim, hamma mutaxassis bilan maslahatlashib ishsin. Oshqozon ichagida yara borlar, 12 barmoq ichagida yara bo'ladi, oshqozondami? Bu ikkita mahsulotimizni Alatovo detoksioma ichish mumkin emas. Homilador ayollarga, bola emizikli ayollarga biz tavsiya qilmaymiz bu ikkalasini. Nima sababdan tavsiya qilmaymiz? Endi oshqozon ichak yarasi bo'lsa agar juda ham achchiqligi bor, bu ichakdagi o'sha yara bo'lsa ham, eroziya bo'lsa ham o'shani shilib tashlashi mumkin. Homilador ayollarga bu ozgina qorningizni ortib, ichingizni surishni boshlaydi. Bu natija boshlandi, foyda boshlandi deyilgani, o'shanda homiladorlar ham zo'r qilib qolishi mumkin. O'sha uchun homiladorga ham hech qachon tavsiya qilmaymiz. Ya'ni bu odamni tabiiy jarayonlardan kelib chiqib tavsiya qilmaymiz. Mahsulotning nojo'ya ta'sirlari yo'q. Nojo'ya ta'siri yo'q. Faqat mana hisobiga mahsulotning nojo'ya ta'siri yo'q. Mahsulot organik sertifikat oldi. Bizning korxonamiz, mana O'zbekistonda bir organik sertifikati biologik ozuqa qo'shimcha ishlab chiqaradigan bironta korxonada hali yo'q. Halol sertifikat diplomlarini oldi. Mana hozirgi kunda 6 ta davlatga eksportga mahsulotimiz chiqdi. Hattoki mana Saudiyada, Madinada ham arablar olib bizni mahsulot hurmat bilan ichib turibdi hozirgi kunda. Sohib aka, gapingizni biroz to'ldirib boraman. Organik o'zi nima? Tabiiy bor, kimyoviy bor, organik bor. Ko'pincha xalqimiz adashtirib qo'yishadi. Organik bilan tabiiy bitta narsa yoki organikni umuman kimyoviy mahsulot deb o'ylashadi. Organik farqini tushuntirib bering. Tabiiy mahsulot bor, kimyoviy bor, organik bor. U nimalari bilan farqlanadi va qaysi biri eng yuqori darajada turadi? Endi hozir tabiiy giyohlar deganda hamma firmalar ham mana qaror chiqqandan keyin firmalar barcha mahsulotlarni ishlab chiqaryaptilar tabiiy deb. Ular hammasi tabiiy. Organik bilan farqi, organik bizda o'sha kelib organik sertifikat diplomlarini beradigan Amerikadan kelganlar ham. Birinchi bo'lib organik. EU organik. O'shani xohlagan paytiga kelib, bizning mahsulotni ham, o'sha o'sib turgan giyohlarimizni ham, to'rpog'imizni ham, suvni xohlagan vaqtda tekshiradi. O'shanda kimyoviy holatlar ko'rinmasa, o'shanda kimyoviy hech qanaqa selitrelar, amofoslar ishlatilmagan bo'lsa yoki tanasiga sepilmagan bo'lsa, uni 3 yil davomida sinab turib, keyin organik sertifikat beriladi. Men yana bir qo'shimcha qilib aytib o'taman, azizlar. Kimyoviy mahsulot bor. Kimyoviy mahsulot o'z nomi bilan kimyoviy, ya'ni uning tarkibida kimyoviy preparatlar, qo'shimchalar, GMO deymiz, gen modifikatsiya qilingan qo'shimchalar bo'lishi mumkin. Tabiiy mahsulot bu qanaqa deyilsa, tabiiy mahsulot o'sha GMOsiz, kimyoviy qo'shimchalarsiz bo'ladi, lekin bitta jihatiga ahamiyat berish kerak. Tabiiy mahsulot deganda biz o'g'it asosida yetishtiradigan mahsulotlarimizni ham tabiiy deyishimiz mumkin va tabiiyni ko'pincha biz video joylashtirganmiz YouTube'da ham, Instagram'da ham, Telegram, hamma ijtimoiy tarmoqlarimizda o'sha videoni ko'rsangiz juda ham yaxshi tushuntirib berilgan. Tabiiyda asosan reklama maqsadida foydalanishadi ko'p kompaniyalar. Nimaga? Chunki tabiiyni belgilab beruvchi deyarli sertifikatlar yo'q. Endi organik nima? O'sha Ibn Sino bobomiz davrlaridek yetkazish mahsulotni, ya'ni biz klaster usulida faoliyat olib boramiz. Urug' ekish jarayonidan tortib mana shu mahsulot holatigacha o'zimiz har bitta jarayonni amalga oshiramiz. Endi organik nima degan savolga, organik hatto o'g'itlar, petitsid, gerbisid, umuman
juda ham toza, ekologik toza mahsulot qilib yetishtirish organik deyiladi. O'sha tog'larda yoki Ibn Sino bobomizning o'g'itlar bo'lmagan deyarli, to'g'rimi? Xuddi o'sha paytdagidek yetishtiriladi. Bu organik bizga nima beradi deyilsa, hech qanaqangi kimyoviy qo'shimchalarsiz va o'zi hamma joyimiz kimyo bo'lib ketdi. Yeyishimizdan tortib kiyishimizgacha hamma narsamiz kimyoviy bo'lib ketdi. Endi toza tabiiy mahsulot qanaqa bo'ladi deyilsa, o'sha toza tabiiy mahsulot umuman hech qanaqa nojo'ya ta'sirga ega bo'lmaydi. Ya'ni siz qo'rqmasdan, ishonch komil qilib ichishingiz mumkin, iste'mol qilishingiz mumkin. Sababi organik, USDA organik va EU organik sertifikatlarni olishni o'zi bo'lmaydi. 3 yil oldin tayyorgarlik ko'rinadi. Yerlarni har qanday qo'shimcha kimyoviy vositalardan tozalanadi, chiqindilardan tozalanadi. Ular auditorlar kelib, mana Sohib akam ham aytib berishyapti. Xohlagan paytlari kelib bizni tekshirishadi. Kimyoviy moddalar aniqlanmasligi kerak. Bu asosiy qoidalar. USDA organik bilan EU organikni bilmadim. Sohib akam aytishyapti. Hali bizda yo'q, boshqa kompaniyalarda yo'q deyishyapti, lekin bormi yo'qmi, u juda ham qiyin jarayon azizlar. Hattoki men o'zim dehqonlar bilan suhbat olib borsam, aytishadi, agar o'g'it foydalanganimizda, o'g'itdan foydalanganimizda nima bo'lardi desam, 10 barobar ko'p hosil olardik, tezroq hosil olardik deyshadi. Bu o'z-o'zidan to'g'ri, kompaniyaga foyda, lekin bizning asosiy maqsadimiz iste'molchilarga eng toza organik mahsulotlar yetkazib berish va ularni zararsiz holda yetkazib berish. Mana shu bizning asosiy vazifamiz. Xo'p, endi Sohibjon aka, sizga yana bir savol beraman. Eng ajablantirgan odzivlar, ya'ni mijozlardan fikrlar, o'sha mamnun daftarimiz bor, mamnun mijozlarning daftari bor degandingiz, qanaqa holatlarda sizni ajablantirib qo'yishgan? Ya'ni effektni u darajadaligini kutmagansiz. Ba'zida aytishadi-yu, fanda ham yo'q bu narsada. Men birinchi marta hayotimga shu bo'lgan voqea, unda men eski shaharda ishlardik. 30 yoshlar atrofidagi ayol yurolmasdan hassa bilan kirib kelgan. O'shanga birinchi bo'lib men alatosh sharbati bilan rastaropsha choyini ichirishni boshlaganman. Birinchi bo'libda shuni bir oy kurs lecheniya qilganman. Buni tarkibida papaya borligi uchun barcha grijalar ochilgan. O'shanda shu ayol bir oydan keyin yurib ketdi. Birinchisi shunaqa bo'ldi. Mana bir 4-5 yil oldin ham bo'lgan voqea, 71 yoshli xolani Samarqanddan kelganlar. Endi u kishini javob bergan o'zi, bo'lmaydi, suv olganlar, jigar sirroz tashxis qo'yilgan. Hattoki o'sha vaqtda davlina shunaqa ko'tarilib ketgan, 220 ga chiqqan va ko'zlari xolani ko'r bo'lib qolgan. O'sha xolani men jiyanlar bilan o'rtoq edim. Bu yoqda Toshkentda ularning oilasi ham bizdan davolangan, hatto farzandlik bo'lgan ular. O'shalar menga telefon qilganda, men qarab turmaylik, 4-5 kun umrlari qoldi, olib ketinglar deb endi taratib ko'ringlar deyilganda, xolaga men mehrga mahsulotlardan rastaropsha bilan alatavoni berdim. Mana kapsulalarimiz bor, jigar gazi kapsula, 3 ta narsani berdim. Shunda endi ozgina qiyinchilik bo'ladi, xalqimiz avvalambor buni to'g'ri tushunish kerak. Kasallik qayerda bo'lsa, ichkarida agar ko'p shunaqa zaharlar bo'lsa, agar ozgina qorin sohasida og'riq paydo bo'ladi. Bundan qo'rqmaslik kerak. Bu demak tabiiy jarayon. Bu tabiiy jarayon ketadi, tabiiy holat bo'ladi. Qorinni ortib, ishda o'sha surishni boshlaydi. Mana shu xolamizni 15 kungacha oilasidagilar kutib o'tirgan. Erta bugun o'lib qolarlar deb. Bir oy ichildi, bir oydan keyin borib tekshirilsa, davlina 120 ga 80 to'g'ri. Nima qilamiz deb telefon qildilar. Yana Samarqanddan. Mahal u xolaning basharalarini ham ko'rganim yo'q. Keyin qaytadan ikkinchi etapga yana bir oy takroriy berdim. Ikkinchi etap xuddi shunaqa organizm tozalash takror bergandan keyin 2 oyda ichida biror kishi hali undan sirroz emas, gepatit ham topa olmadi. 8 oydan keyin xola kelganlar, men uchrashganman u kishi bilan. 8 oydan keyin men bilan menga rahmatnoma aytib, endi daftarlarimga qizlari o'zlari kelib yozib ketgan shu xolani. 5 yil yashadilar. 4-5 kun umr berilgan xola 5 yil yashadilar. Endi baribir jigar og'ir kasalliklarda yilida bir marta profilaktika uchun men shu doktor Ali choyi, jigar uchun choyni tavsiya qilaman. Jigar uchun doktor Ali choyini butun xalqimizga, hamma oilaga shuni ichib yurishni tavsiya qilaman.